Voy bo, buncha jenshenni turlari ko'p. Shu karisli mana shu jenshenni nimasini yaxshi ko'radi? Undan ko'ra mazza qilib tilla taqinchoqlar taqib yurgani yaxshi emasmi? Tavba. Voy tillalarim og'irlik qilib, bellarim biroz og'rib ketdi, sal o'tirib dam olay. Voy belim. Assalomu alaykum opajon, xush kelibsiz. Keling, men sizga jenshenni foydali xususiyatlarini tushuntirib beraman. Ya'ni, ko'lsapan okchilik tug'an yora krem qon aylanishini normallashtiradi va yurakni normallashtiradi. Yurak baquvvat bo'lgandan so'ng charchab, toliqib qolmaysiz va tanadagi viruslarni ketkizishi natijasida tez shamollab kasal bo'lib qolmaysiz. Va good condition, ya'ni kayfiyatingizni ko'tarib, doimiy a'lo kayfiyatda yursangiz, kechalari uyqularingiz normallashib, mazza qilib orom olib dam olishingizga sababchi bo'ladi. Undan ho'kvari chumgida, ya'ni sportivni bo'lishingizga sababchi bo'ladi. Natijada tog'larga chiqib sayr qilsangiz ham, butun dunyo bo'ylab sayohat qilsangiz ham charchab toliqib qolmaysiz. Voy belim. Voy, yo'q, shuncha zo'r xususiyatlari bormi? Ha, shunday foydasi bormi? Ba'zan qonim quyuqlashib, joyimdan tura olmay, bellarim og'rib qolaman. Nahotki shunaqa foydali shifobaxsh bo'lsa, Goryeo 1000 Career Black Red Ginseng, ya'ni Koreyadagi podshohlar davridan buyon iste'mol qilib kelingan ushbu gold qora jenshen super natija beradi. Ha, shuning uchun karislar yoshgina ko'rinar ekan, 70-80 bo'lsa ham, shu men tashqi ko'rinishim chiroyli bo'lganimda ichimdan to'la kasallik. Hamma joyim kechasimni qaqshib, voy-voylab chiqaman. Yoshgina bo'lsam qiynalib chiqaman. Meni yosh kattalar nima qilar ekan? Shu bitta tillam bor edi-da, mana shu tilla trosini o'rniga urug' aymog'imga podarka qiladigan polniy jenshen berib yuborsangiz bo'ladimi? Qarslarga o'xshab biz ham bir yosharaylik. Xo'p bo'ladi opajon, siz uchun va oila a'zolaringiz uchun eng foydali bo'lgan 6 yillik, eng sara bo'lgan, 1000 yillik tarixga ega bo'lgan 5 yulduzli ushbu qora jenshenni tavsiya etaman. Eng zo'r qarorni bugun qabul qildingiz.